Bir O'zbekiston banklari raqobat qilmasin ekanda. Hozir benzin quygani keluvdim, naqdsiz to'lovga o'tilganim, operatorga ataylab naqd pul berdim-da. Oka, kartada pulim yo'q-ku, nima qilamiz desam, tepamga ikkita bola kelib oldi. Oka, mana sizga tekinga karta deyapti. Ikkinchi bola, oka, kartani nima qilasiz? Telefoningizni bering, virtual karta ochib beraman deyapti. Keyin sirazu ularga gap otdim. Bu bergan kartingizga hozir poполнение qilsam, 1% olib qoladi-yu desam, shuni ham yo'lini topishibdi. Oka deyapti, kartaga poполнение qilsangiz 1% olib qoladi, lekin benzin quyadigan bo'lsangiz sizga cashback chek berishadi-yu, shuni soliqdan shunday skaner qiling, 1% obslugani sizga cashback qilib tushirib berishadi deyapti-da. Shungacha iloji bor deb men aytdim, oxiri benzinni tekinga quyib bermasanglar bo'ldi desam, shuni ham yo'li bor ekan. Eshityapsizmi? Tekinga benzin. Xumoda aksiya bo'layotgan ekan, bir 8 ta 7 ta banklar hozir yozib qoldiraman. Shu banklarga borasiz, tekinga Humo kartasini ochasiz, shu Humo kartasidan 80 minglik benzin quyadigan bo'lsangiz, 60 ming pulingizni cashback qilib o'zingizga tashashar ekan. 20 mingga benzin quygan hisoblanasiz. O'zi o'yladim 1-aprelda naqdsiz to'lovga o'tilsa, sal odamlar norozi bo'lsa kerak, noqulaylik bo'lsa kerak dedim. Qatta, hamma qulayliklar mana endi chiqib kelyapti. Mayli O'zbekiston banklari raqobat qilsin, bu yoqda bizni maza qilib olaylik, nima dedinglar?